Assalomu alaykum aziz do'stlar, obunachilar, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan aka-ukalar, kanalimizga yangi kirib kelganlar, xush kelibsizlar. Mana yana yangi bir obyektimizni boshladik. Tomga penalonboz quyish jarayoni. Hozir mana 110-120 kvadrat joyimiz bor. Ertalab kelib boshlaganmiz ishda shu jicha joyimiz qoldi. Tugatchi arafasida turibmiz. Xizmatimiz vodiy bo'ylab qo'ldan kelgancha chiroyli qilib qo'yib beramiz. Bu mahsulotimizni tarkibida suv quyiladi, 3 paqir, bir qop gips tashlanadi, sement qo'shiladi, penas qo'shiladi. Shularning aralashmasi bir boshdan quyilaveradi. Shunaqa qilib joyni tayyorlab, bir qator yamab olgandan keyin ustini quyib razmerini chiqarib ketaveramiz. Ko'rib turganlaringiz bu boshida suyuq bo'ladi. Buni qatishiga 5 minut, uzoq 10 minutgacha vaqt kerak bo'ladi. Qurib ketishiga hozirgi noyabr, dekabr havolarida 2 oy, 2,5 oyga cho'ziladi. Yozgi kunida 20-25 kunda qurib ketadi. Lekin bu qurib ketishini o'zini holatida sekin quraveradi bu narsa. Misol tomi bir tomonlama qiladiganlar bo'lsa, ochiq joy bo'lsa, biz quyib berganimizdan keyin ertasidan bemalol ustalar tushib tomini yopaveradi. Pataloyini qilish kerak bo'lsa, bemalol ertasidan pataloyini qilib yopaverasiz. Bu o'zini holatida qurib ketadi. Tomga penalonboz quydirmoqchi bo'lganlar shu ekranda ko'rinib turgan nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatimiz vodiy bo'ylab ko'rib turganlarini qo'ldan kelgancha chiroyli qilib qo'yib beramiz. E'tibor uchun rahmat hammaga.